Assalomu alaykum hammaga. Tabiiy gullar olamiga xush kelibsizlar. Kanalimizga a'zo bo'lmaganlar a'zo bo'lishni unutmasin. Qo'ng'iroq video tagida qo'ng'iroqcha tugmasini bosish esdan chiqmasin hamda like tugmachasini, qo'l belgisini bosish esdan chiqmasin. Fikringizni esa kommentariyada yozsangiz, barcha kommentariyalarni o'qib ko'raman. Hammani savollari, kimni savoli bo'lsa, barchasiga qo'limdan kelguncha javob berishga harakat qilaman, kimni qiziqtirsa. Biz mana shu lola ko'chatlarini ekkandik, azizlar. Ekilish jarayonini men sizlarga video qilib ko'rsatgandim o'tgan safar. Bugun 25 fevral. Lola ko'chatlarimiz mana shunday chiqqan. Mana bu yoqda chiqmagan deb o'ylamanglar azizlar, chiqqan, faqat hali endi chiqyapti bir xillari. Bir xillari katta bo'lib qo'nchalayapti. Yana bir xillari hali endi chiqyapti yerdan. Mana shunday shaklda va gollandskidan tashqari mesniy lola ham ekkan edim. Mana bular mesniy lolalar. Bu yerda lupin ekkan edik. Buni adashtirib o'g'rini ekkanim uchun, adashtirib olmasligim uchun shu yerini chopmay qo'ydim. Mabodo chiqqan bo'lsa kesib qo'ymay deb. Mana shu shaklda mana bir qator bo'lib lola ko'chatlarimiz chiqqan. Chiqmaganlari bu yerdagilar esa mana yerda ustida turibdi. Faqat endi hali kichkina hali uncha katta bo'lgani yo'q. Kichkina mana shunaqa bo'lib chiqqan. Shunaqa bo'lib endi chiqadi bular ham nasib bo'lsa. G'unchalaganlari mana shunday shaklda g'unchalayapti. Gullashni endi sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, nasib bo'lsa qanaqa gullar ekan. Mana bu fevraldagi holati. 25 fevraldagi holati lola gullarini. Bu tarafiga ham lola ekkanman. Bularni kech ekdim, ammo endi uni ham nasib birgalikda ko'ramiz.